Diqqat, tezkor xabar. O'zbekistonda endi pul o'tkazmalarini amalga oshirishda siz oluvchi va to'lov maqsadini kiritishingiz shart bo'ladi. Assalomu alaykum barchaga. Videomiz keng tarqalishi uchun like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling. O'zbekistonda pul mablag'larini mobil ilovalar orqali jo'natishda pul o'tkazmasining maqsadi ko'rsatilishi shart bo'ladi. Banklar va to'lov xizmatlariga tegishli ko'rsatmalar berildi. Yaqin kunlar ichida hamma uchun yangilik paydo bo'lishi kutilmoqda. Toifa tanlanmasa pul ko'chirish amalga oshirilmaydi, deyiladi xabarda.